Jigar gemangiomasi bu onkologiya emas. Bugungi suhbatimiz jigar gemangiomasi yoki gemangiyomatozlari to'g'risida gaplashamiz. Jigar gemangiomasi kattalarda 5% uchraydi. Bu nima? Bu yaxshi sifatli qon tomir o'smasi, ya'ni shu qon tomir bo'shlig'ida paydo bo'ladigan qon tomir o'smasi. Ko'pincha 80% holida yaxshi sifatli kechib, faqatgina nazorat talab qiladigan kasallik hisoblanadi. Gemangiomani asorati, ya'ni yondosh qo'shni a'zolarni ezib qo'yish hisobiga, masalan, jigar fermentlari yoki o't yo'lini ezib qo'ysa, bilirubin ko'tarib ketishi mumkin qonda. Asoratlardan asosiy yana ikkitasi bor. Bu kam hollarda gemangioma yorilib ketishi mumkin yoki qon ketishi mumkin. Jigar gemangiomasi bu onkologiya emas. Bugungi suhbatimiz jigar gemangiomasi yoki gemangiomatozlari to'g'risida gaplashamiz. Jigar gemangiomasi kattalarda 5% uchraydi. Bu nima? Bu yaxshi sifatli qon tomir o'smasi, ya'ni shu qon tomir bo'shlig'ida paydo bo'ladigan qon tomir o'smasi. Ko'pincha 80% holida yaxshi sifatli kechib, faqatgina nazorat talab qiladigan kasallik hisoblanadi. Gemangiomani asorati, ya'ni yondosh qo'shni a'zolarni ezib qo'yish hisobiga, masalan, jigar fermentlari yoki o't yo'lini ezib qo'ysa, bilirubin ko'tarib ketishi mumkin qonda. Asoratlardan asosiy yana ikkitasi bor. Bu kam hollarda gemangioma yorilib ketishi mumkin yoki qon ketishi mumkin.